Amaliyotda juda ko'p uchrovchi masalalardan biri pensiya tayinlash va uni hisoblab chiqish tartibi hisoblanadi. O'zbekiston Respublikasi pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunchilikka muvofiq yoshga doir pensiya tayinlash uchun pensiya yoshi erkaklar uchun 60 yosh, ayollar uchun 55 yosh. Ish staji esa erkaklar uchun 25 yillik, ayollar uchun esa 20 yillik ish staji talab etilishi belgilab qo'yilgan. Endi yoshga doir pensiyani hisoblab chiqishda umumiy ish stajining oxirgi 10 yillikdagi istalgan 5 yilligi davomidagi o'rtacha oylik ish haqidan hisoblab chiqariladi. Ya'ni oxirgi 10 yillikdagi istalgan 5 yillik tanlab olinadi va bu holatda o'sha 5 yil davomidagi o'rtacha oylik ish haqi hisoblanadi va ushbu o'rtacha oylik ish haqining 55% miqdorida yoshga doir pensiya tayinlanadi va to'lab boriladi. Endi ba'zi bir holatlarda ushbu yoshga doir pensiya ham ko'paytirilishi mumkin. Ya'ni bu qanday tartibda amalga oshiriladi? Aytaylik, yoshga doir pensiya uchun ish staji miqdori 25 yil va 20 yil etib belgilangan holatlarda sizdagi ish staji 30 yil yoki 40 yil yoki undan ko'p, ya'ni belgilangan miqdordan ko'p miqdorda aytaylik sizda ish staji mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ish staji uchun sizga to'lanadigan pensiya ko'paytirilishi mumkin bo'ladi. Ya'ni bunda sizda to'liq ishlangan har bir ish stajingiz uchun o'rtacha ish haqining 1% miqdorida ko'paytiriladi. Ya'ni sizda 30 yil, 40 yillik ish staji mavjud bo'ladigan bo'lsa, har bir to'liq ishlangan yil uchun sizga o'rtacha oylik ish haqingizning 1% miqdorida qo'shimcha haq qo'shiladi va o'sha umumiy hisob-kitob asosida sizga pensiya to'lanishi mumkin bo'ladi. Endi yana o'z navbatida shunaqangi savol tug'iladiki, ish staji yetarli bo'lmagan taqdirda qanday hisoblanadi, ya'ni pensiya to'lanadimi degan savol tug'iladi. Agarda sizda belgilab berilgan ish stajidan kam ish staji mavjud bo'ladigan bo'lsa yoki bo'lmaydigan bo'lsa ham to'lanadi. Ya'ni bunda pensiya ta'minoti to'g'risidagi qonunda shunaqangi qoida belgilanganki, agarda sizda 7 yildan ko'p, lekin belgilangan 25 yillik, 20 yillik miqdordan kam miqdorda ish staji mavjud bo'ladigan bo'lsa, bu holatda ish staji sifatida hisoblanadigan mehnat faoliyati turlari belgilab berilgan. Ya'ni agarda siz o'sha belgilab berilgan ro'yxatda ko'rsatilgan mehnat faoliyati bilan shug'ullangan bo'lsangiz, ushbu shug'ullangan yillaringiz ham ish staji sifatida hisobga olinib, shu tartibda pensiya tayinlanishi mumkin bo'ladi. Agarda ushbu holatda ham sizga belgilangan miqdorda ish staji yetarli bo'lmagan taqdirda yoki ish staji mavjud bo'lmagan taqdirda sizga eng kam yoshga doir to'lanadigan pensiyaning 50% miqdorida pensiya tayinlanadi. Ya'ni hozirgi kunda yoshga doir pensiyaning eng kam miqdori 918 ming so'm hisoblanadi va mazkur summaning 50% miqdorida pensiya tayinlanishi mumkin bo'ladi. Bu ish stajingiz mavjud bo'lmagan taqdirda hisoblanadi yoki yetarli bo'lmagan taqdirda. Agarda sizga ham xuddi shu kabi yuridik, ya'ni huquqiy masalalar bo'yicha amaliy yordam kerak bo'ladigan bo'lsa, professional advokatlik xizmatlari kerak bo'ladigan bo'lsa, pastdagi raqamlar orqali biz bilan bog'lanib, masalangizga to'liq qonuniy yechim topishingiz mumkin bo'ladi.